Do'stlar, bizda shunaqangi talantlar bor. Men sizlarga hozir tanishtiraman. Faqatgina Suxandon emas, multfilm, kinolarga ham ovoz beriladi. Tanishtirdim mana sizlar bilan Nilufar. O'tgan safar aytganingiz bor edi-ku, dengiz bo'laymi, bulut bo'laymi? Bulut bo'laymi yoki kemami? Baliq bo'laymi yoki suv o'tlarimi? Yoki bo'lmasam haligi multfilmda ovozini o'xshatib bering, nima edi? Sizni hamma yomon ko'radi. Sizni hamma yomon ko'radi. Oyim, dadam, magazincha voy pullar. Ko'rdinglar, mana hamma yomon ko'radi shu. Chet el kinolariga ovoz beralasizmi? Mr. Johansson bilan oxirgi marta mana shu g'orda ko'rishganmiz. Undan keyin 10 yil o'tib ketdi. Balki o'lgandir. Haliyam sovuqmi? Judayam sovuq. Men hozir kelaman. Siz shu yerda qimirlamasdan o'tiring, xo'pmi? Chet el kinolariga ovoz beralasizmi? Haligi. Berdimi? Film O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasida kompaniyasida o'zbek tiliga o'girildi. Dublyaj artistlardan Oybarchin Bakirova. Xullas, assalomu alaykum. Sizlar bilan yana jonli tarmoqlar bilan O'zbekiston radiosi. O'zbek tilini tanlash uchun birni bosing.